Assalomu alaykum gulshaydonlari, hammalaringiz yaxshi yuribsizlarmi? Xo'p, bugun biz bitib qo'ygan gul urug'larimiz bor. Bu begoniya gul urug'i. Begoniya gul urug'larini 6 kun davomida mana shunaqa bitib qo'yish kerak. 6 kundan keyin 7-kuni bemalol tuproqqa egib chiqsangiz bo'ladi. Biz hozir tayyorlab oldik tuprog'imizni, faqatgina torifni o'ziga egaman. Sababi yengil tuproq bo'lishi kerak gul urug'imiz uchun. Buni tarkibida biogumiz ham yo'q, boshqa narsa ham yo'q, faqat torifni o'zi. Mana bu nimaga sovoldim men, tagida ko'rinib turgan bo'lsa kerak. Tuxum felkasiga, sababi bunda namlikda ishlab turadi. Buni suv purkaganingizda felka o'zida namlikda ishlab turadi va tagidan namlik yaxshi berib turadi. Bunda gul urug'lar unib chiqish foizi yuqori bo'ladi. O'shaning uchun har doim biz gul ko'kartirishga ko'pincha shu nimadan foydalanamiz. Buni hozir tayyorlab oldik. Tuproqlar yaxday, havo salqin bo'lganligi uchun hali juda ham yer qizib ketmagan. O'shaning uchun tuproqlarda biroz issiqda isitib olasiz. Issiqroq tuproq qilib olganingizdan keyin, taxlab olganingizdan keyin ustidan silagini tekislab olib, gul urug'larini ekib chiqishda davom etamiz. Hozir ko'rsatib o'taman. Mana suvni to'kib oldik. Endi buni bitta qo'yib chiqishimiz kerak. Shunaqa holda olib qo'yib chiqamiz. Ivib turibdi, yumshoqqina bo'lib, ehtiyotkorlik bilan ekish kerak. Gul urug'ni ezib qo'ymasligimiz kerak. Pensib yoki boshqa narsada olsangiz ham bo'ladi. Pensibda ivitilgan gul urug'larini ekish qiyin, zarar yetkazib qo'yasiz. Shuning uchun yengilgina qo'lingizda qo'yib chiqqaningiz yaxshi. Shu tarzda hozir hammasini joylashtirib olamiz shu yerga. Ko'rinayotgan bo'lsa, hamma tagiga joylab chiqdik mana. Endi bo'ladi, yengilgina ustidan yengilgina qilib ko'mib chiqamiz. Ko'p tuproq tashlanmaydi, sababi chirib ketishi mumkin. Shuning uchun ustini yengilgina bir qatlab yopib qo'ysangiz yetadi. Hozir ustini yopib chiqamiz. Bo'ladi, shunaqa qilib o'zini tuproqqa egib chiqasiz. Erinmasdan bittalab tuproq tagiga yengilgina botirib chiqasiz. Ustidan tuproq yo'yib qo'ysangiz ham bo'ladi. Men hozir o'zini tuprog'iga tiqib chiqmoqchiman gul urug'larni. Bunaqasiga eksangiz ham bo'laveradi, farqi yo'qni. Mana ekib oldik urug'larimizni. Endi bularga yengilgina suvni shovullatmay yengilgina purkab qo'yishimiz kerak. Mana bo'ldi, tayyor bo'ldi. Endi buni yorug' kecha kunduz yorug' lampa svet yonib turadigan joyga qo'yasiz va xona harorati 20 gradusdan 23-25 gradusgacha bo'lishi kerak. Bu issiqda yaxshi unib chiqadi. Agar salqinlik qilsa, uzoq muddatga qolib ketadi va urug'lari chirib qolishi mumkin.
Xonangiz judayam issiq bo'lishi kerak. Tek quyoshga qo'ymaysiz. Yorug' joy kecha kunduz muhim va haroratga bog'liq. Suvni sal nami qochgandan yengil sug'orib qo'yasiz. Ko'p sug'orib yubormang, chirib ketishi ham mumkin. Bizni kuzatib boring. Yanada hali urug'larimizda eksak, sizlarga video qilib ko'rsatamiz va Xudo xolasa unib chiqqanini ham, ko'karib chiqqanini ham sizlarga video qilib ko'rsatib beramiz. Keyingi videolarda uchrashguncha xayr, sog' omon bo'linglar.